chet elga sayohat yoki ishchi migratsiyaga chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolar diqqatiga: siz uyda oilangiz va yaqinlaringiz uchun mas'ulsiz. Safar davomida qon orqali yuqishi mumkin bo'lgan xavfli kasalliklar gepatit, B va OIV virusidan ehtiyot bo'ling. Faqat steril tibbiy anjomlardan foydalaning. Muolajalarni ishonchli tibbiy muassasalarda amalga oshiring. Himoyasiz, tasodifiy jinsiy yaqinliklardan ehtiyot bo'ling. Esda tuting, kasallikning oldini olish uni davolashdan oson. Sog'lom qoling, oilangizni asrang.